Bundan bir necha kun oldin Buxoro shahrida xizmat vazifasini bajarayotgan yo'l harakati xavfsizligi xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmagan qoidabuzar haydovchi o'zini haq, inspektorni esa nohaqlikda ayblab ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta videolar joyladi. Alba yo'qmi biza? Yollohmi biza buxoroliklar? Mana bu yuqorida turgan gay xodimi, ya'ni Muzaffar bormaydi, evakuator ham etmaydi, men ham etmayman. Tushunarli. Layk bo'lsa podelitsiya qilinglar. Nima buxoroliklar garangmisan Muzaffar? O'zing ham ko'rib o'tiribsan mana shu videoni. Aslida holatga ko'ra avtomashina boshqarib kelayotgan haydovchi ishoraga ko'ra to'xtatilgandan so'ng inspektor hujjatlarini ko'rish maqsadida uning oldiga borib belgilangan tartibda murojaat qilgan. Ammo videoda ham ko'rinib turibdi, haydovchi uning qonuniy talabiga bo'ysunmaydi va hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortadi. Boz ustiga o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatishga ham urinadi. Shundan so'ng inspektor haydovchi avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqarib yurgan degan xulosaga keladi va tartibga ko'ra avtomashinani jarima maydoniga olib ketadi. Jahl otiga mingan haydovchi bu vaziyatda ham inspektorni obro'sizlantirishga urinib, turli so'zlar bilan uning sha'niga tegishga urinadi. Hujjatlarni berasizmi, hurmatli haydovchi? Men so'zsiz bermayman. Kilometr 10 kilometr tankamdan olib ketaman. Kelib turgan joyga. Yo'q, zakon Astag'firullah, so'kinmasdan gapiring, hurmatli haydovchi. Holat keyinchalik ham bir necha kun davomida ijtimoiy tarmoqlarda turli haqoratomuz videolar tarzida yoritilib turildi. Buxoro shahar sudida ko'rib chiqilgan mazkur ma'muriy ish yakunida haydovchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi 1-qismi ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talabini bajarmaslik va 195-2-moddasi huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining foto va yoki video tasvirlarini ularning obro'sizlantirilishiga olib keladigan tarzda buzib tarqatishda nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topildi va unga nisbatan 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Xo'jayev Muzaffardan va uning oila a'zolaridan va ichki ishlar xodimlaridan va tizimdan uzr so'rayman va hech kim bu ishni qaytarmasligini so'rab qolaman. Har birimiz qaysi kasbda ishlamaylik, avvalo insonmiz, shu jamiyat a'zosi, shu yurt fuqarosi. Fuqaro sifatida har birimizning huquqlarimiz mavjud. Uni poymol qilishga hech kim haqli emas.